Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiyaning eng yirik hujumi qurbonlari xotirasiga Ukrainada motam e'lon qilindi. Pokiston Hindistonning qo'lini kesib tashlash bilan tahdid qildi. Rossiyaning Ukrainadagi halokatli yo'qotishlari ma'lum qilindi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning eng yirik hujumi qurbonlari xotirasiga Ukrainada motam e'lon qilindi. Kiyev shahrida 3-iyul Rossiya armiyasining poytaxtga urush boshlangandan beri amalga oshirgan eng yirik hujumi qurbonlari xotirasiga motam kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda shahar meri Vitaliy Klichko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 3-iyul kuni Kiyevdagi barcha kommunal muassasalarda davlat bayroqlari tushiriladi. Shuningdek, davlat va xususiy tashkilotlarga ham bayroqlarni yarim tushirish tavsiya etildi. Shu kuni poytaxtda barcha ko'ngilochar tadbirlar bekor qilindi. Merning ma'lum qilishicha, Darniyskiy tumanida vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joy binosida qidiruv-qutqaruv ishlari hali ham davom etmoqda. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan odamlarni qidirishda davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning hujumi oqibatida Kiyevda 13 nafar inson halok bo'lgan. 2-iyulga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Kiyevga urush boshlangandan beri amalga oshirgan eng yirik qo'shma hujumlardan birini uyushtirdi. Hujum davomida bir vaqtning o'zida ballistik va qanotli raketalar, shuningdek zarbdor dronlar qo'llanildi. Hujum natijasida shaharning deyarli barcha tumanlarida 30 dan ortiq joyda vayronagarchilik va shikastlanishlar qayd etildi. Eng katta zarar Darniyskiy tumaniga yetdi. U yerda raketa yoki dron zarbasi oqibatida 9 qavatli turar joyning bir qismi qulab tushgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 86 nafar inson jarohat olgan. Ulardan 70 nafari shifoxonaga o'tkazilgan. Jabrlanganlar orasida 3 nafar bola ham bor. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya ushbu hujumda jami 570 ta havo hujumi vositasini qo'llagan. Ular orasida 74 ta raketa va 496 ta turli xil uchuvchisiz uchish apparati bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 524 ta havo nishonlarini yo'q qilishga muvaffaq bo'lgan. Pokiston Hindistonning qo'lini kesib tashlash bilan tahdid qildi. Pokiston Hindiston bilan imzolangan xalqaro shartnomaga ko'ra, o'ziga ajratilgan suvni nazorat qilmoqchi bo'lgan har qanday kuchning qo'lini chopib tashlashini ma'lum qildi. Bu haqda 30-iyun kuni mamlakat rasmiylari ogohlantirish berdi. Janubiy Osiyodagi ikki raqib davlat, Pokiston va Hindiston geografik jihatdan Himolay tog'lari, Tibet platosi va Pir Panjal tizimlaridan boshlanuvchi 6 ta daryoga egalik qiladi. Bu daryolar tizimi Tibet, Ladakh, Jammu va Kashmir hamda Hindiston shimolidagi Himachal Pradesh hududlaridan o'tadi. Ikki mamlakat ajralib chiqqandan keyin suv ta'minotini ta'minlash uchun daryo taqsimoti kelishuvini imzolagan. Biroq Hindiston Pokistonni terrorizmga boshpana berishda ayblash o'rtidan yuzaga kelgan diplomatik kelishmovchiliklar sababli Hind suvlari shartnomasi hozirda xavf ostida qolmoqda. Biz suvimizni nazorat qilmoqchi bo'lganlarning qo'lini chopib tashlashimizni e'lon qildik. Buni shunchaki aytmadik, balki oxirgi 1-1,5 yil ichida amalda ham ko'rsatdik, dedi Pokiston iqlim o'zgarish vaziri Musadik Malik. U Hindistonning o'z qo'shnisiga bir tomchi ham suv o'tkazmaslik haqidagi bayonotlariga munosabat bildirdi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, bu masala shunchaki adolat haqida emas. Harbiylarimiz nafaqat suvda, balki havodagi urushda ham qo'llaringizni kesib tashlashimizni isbotladi, deganda u 2025-yilning may oyida Hindiston va Pokiston o'rtasida yuz bergan 4 kunlik havo to'qnashuviga ishora qilib, qo'shni davlatimiz bosh vaziri nazorat qiladigan bitta jumrak bor va u Pokistonga bir tomchi ham suv o'tkazmasligini aytmoqda, deya qo'shimcha qildi Malik. Vazir iyun oyi boshida Hindiston suv resurslari vaziri Patil tomonidan aytilgan gaplarni nazarda tutdi. Patilning ta'kidlashicha, 2025-yilda Kashmirda 26 kishining o'limiga sabab bo'lgan va ikki davlatni urush yoqasiga keltirgan hujumlardan keyin 1960-yildagi Hind suvlari shartnomasi to'xtatilgan. Hozirda Hindiston hukumati Pokistonga bir tomchi ham suv oqib o'tmasligini ta'minlash ustida ishlamoqda. Pokistonlik rasmiyning aytishicha, mamlakat aholisining qariyb 40-50% bu suvga bog'liq bo'lib, u mintaqada qishloq xo'jaligini yuritish imkonini beradi.
suvning har qanday ko'rinishda to'silishi Pokistonning oziq-ovqat xavfsizligi, bandlik va iqtisodiyotiga jiddiy zarba beradi. Rossiyaning Ukrainadagi halokatli yo'qotishlari ma'lum qilindi. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi hisobotiga ko'ra, 2026-yilning birinchi yarmida Rossiya armiyasining Ukrainadagi yo'qotishlari keskin oshgan. Tahlilchilar bu holatni avvalo Ukraina tomonidan jangovar dronlarni ommaviy va samarali qo'llash bilan bog'lamoqda. Markaz tomonidan e'lon qilingan hisobotda qayd etilishicha, Rossiya qo'shinlari nafaqat frontdagi sustlashgan hujumlar, balki shaxsiy tarkib o'rtasidagi yuqori yo'qotishlar bilan ham jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Markaz hisob-kitoblariga ko'ra, 2022-yil fevraldan buyon urushda halok bo'lgan, yaralangan yoki bedarak yo'qolgan harbiylar umumiy soni qariyb 2 million nafarga yetgan. Shundan taxminan 1,400,000 Rossiya tomoniga, qolgan qismi esa Ukrainaga to'g'ri keladi. Tahlilchilar ayrim ma'lumotlarga tayanib, Rossiya armiyasi yo'qotishlarining 90% dan ortig'i to'g'ridan-to'g'ri janglarda emas, balki Ukraina dronlari zarbalari natijasida sodir bo'layotganini qayd etmoqda. Markaz mutaxassislari yuqori yo'qotishlarning yana bir nechta sababini ham keltirgan. Ular orasida jang maydonidagi noto'g'ri strategiya, turli bo'linmalar harakatlarini muvofiqlashtira olmaslik, taktik tayyorgarlikning pastligi, korrupsiya, shaxsiy tarkibning ruhiy holati hamda Rossiya harbiylari uchun Starlink terminallarining ishlamay qolgani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, 2026-yilda Rossiya har oy o'rtacha 30-34 ming nafar harbiydan ayrilmoqda. Bu ko'rsatkich bir oyda shartnoma asosida xizmatga qabul qilinayotgan taxminan 27 ming nafar ko'ngilli sonidan yuqori bo'lib, shaxsiy tarkibdagi yo'qotishlar to'liq qoplanmayotganini anglatadi. Markaz baholashicha, urush boshlangandan beri Rossiya tomonidan 400-450 ming nafar harbiy halok bo'lgan. Ukrainada esa halok bo'lganlar soni 125-150 ming nafar atrofida baholanmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining umumiy yo'qotishlari esa 525-625 ming nafarni tashkil etishi mumkin. Tadqiqot mualliflari o'z hisob-kitoblarida Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi ma'lumotlari, Mediazona va BBC rus xizmati tahlillari, shuningdek AQSh, Yevropa va Ukraina rasmiylari bilan o'tkazilgan suhbatlarga tayanganini bildirgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, mojaro ishtirokchilari o'z yo'qotishlari haqidagi ma'lumotlarni kamaytirib, raqib tomon yo'qotishlarni esa yuqori ko'rsatishga intiladi. Shu bois rasmiy Moskva va Kiyev e'lon qilayotgan raqamlar mustaqil manbalar baholari bilan to'liq mos kelmaydi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi halok bo'lgan harbiylari soni 1980-yillardagi Sovet ittifoqining Afg'oniston urushidagi yo'qotishlardan 28 baravardan, birinchi va ikkinchi Checheniston urushlaridagi umumiy yo'qotishlardan 18 baravardan hamda Ikkinchi jahon urushidan keyin SSSR va Rossiya ishtirok etgan barcha urushlardagi qurbonlardan 9 baravardan ortiq ekani qayd etilgan.